O yaxshi, juda ham ajoyib. Jitil qara qancha baliq tutib qo'ydik o'zi. Ha, nimasini aytasan, Vins? Qara, Vins yana bitta siylaganga o'xshaydi. Ha, afsus. Lekin mayli yetarli qochib ketganga o'xshaydi. Bo'lmasa villagerlarni qishlog'iga qaytamiz. Davay qishloqqa qaytaylik. Okey, qishloqqa qaytsak qaytamiz-da. Mana bu narsalarni olib olish kerak. Okey, hozir men ham ketaman. Okey, bo'lmasa mana ham sen bilan albatta birga boramiz va baliqlarimizni jitillarga tarqatamiz ham. Albatta, do'stim Joni bor-ku, o'shanga tarqatib yuborish kerak. To'g'ri aytasan lekin. Ha, mana bu oppa qishlog'imizni qara qanchalik chiroyliligini. Qo'shilaman bu gapingga, juda ham ajoyib qishlog'imiz bor-ku. Ha, endi nima ham derdim, juda ham ajoyib-da. Tak. Okey, mana bu yerda meni do'stim Joni yashaydi. Hozir ichkariga kiramiz, ha. Tak. Yo'ma-yo, Nima bu? bu nimani boshi o'zi Joniniki emasligi aniq-ku, lekin nima bo'lsa ham o'lyotibdi ko'chalarsan. Yo'ma-yo, merga yetish kerak menimcha. Mergami? Yo'ma-yo, bu nima bo'lgan menda tezlik bilan merga aytish kerak rostdan. Yo'ma-yo, tushunursin mana qarayotishini. Yo'ma-yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Vins va yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun do'stlar ko'rib turibsizlar, mana shunaqa yomon yana ishlar paydo bo'lishni boshladi. Jinursin mana bu yerda bosh yotibdi, turikmash qilib Jinursin. Yo'ma-yo, qaranglar qanaqadir zombini boshiga o'xshaydi Jinursin. Mayli, tezroq mer yoniga borib biz ham etsak bo'lardi-ku, lekin menimcha jitil etishga ketdi do'stlar. Nima ham derdim, mayli. Biz hozir albatta tomorqamizni tozalaymiz, lekin ertalabdan bunaqa muammolar chiqadi deb o'ylamagandim. Endigina maza qilib jitil bilan piknikdan qaytgandik, Malg'ovdan. Okey, nima bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa tak bularni joyiga qo'yib qo'yamiz va to'xta, matikam qani, yo'ma-yo. Tushunursin, mayli qo'ya qo'lda tozalab beramiz do'stlar, nima bo'lsa bo'ldi. Lekin bunaqa vaziyat bo'ladi deb o'ylamagandim sizlarga aytsammi, Jinursin unchalik ham o'smabdi-ku, lekin nima ham derdim, tak mana bularni ham biz olamiz. Oppa, yaxshigina o'sibdi bunisi. Jinursin nimaga bunaqa bo'ldi o'zi? Yo'ma-yo, ertalabdan yana. Jinursin mayli qo'ya. Lekin yaxshi ish bo'lmagani aniq. Bularni ekib olamiz qaytadan va biz ham sekin menimcha u joyga borishimiz kerak, chunki u yerda aniq qotillik bo'lgan yoki-da qandaydir jin kirib qolgan bo'lishi mumkin. Bu albatta hazil, chunki jin kirishi. Yo'ma-yo do'stlar, nima bo'lsa bo'ldi, mana bularni ekib chiqamiz va sekin uyga kirsak ham bo'ladi menimcha. Juda ham charchadim. Jinursin ertalabdan yana shunaqa muammolar. Mayli, endi nima qilsak ham yoniga borishimiz kerak, chunki Jonini o'zi ham bo'lishi mumkin. Hech kim bilmaydi, basharasini ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Mayli do'stlar, mer yoniga borib buni etmasak ham bo'lmasa kerak, mayli. Yo'ma-yo, nima qilyapsizlar? Voy, Jinursin, mer qotgan ishingizni qarang. Nima deysan endi? Qarichilikda. Yo'ma-yo, mana bu yerda odam o'lyotibdi, bu qotgan ishini qaranglar, Jinursin. Yo'ma-yo. Bu ahmoq yerdan qachon qutulamiz bilmadim-ku, lekin jonga tegani aniq. Mana bu yerdan tak bu yerda hech pul yo'q ekan-ku. Nima desam ekan, tak bo'lsa o'shani o'zimiz hal qilishimiz kerak. Venus, mer tomi ketibdi. Bilaman, mer tomi ketganini. Ana ishni o'zimiz hal qilmasak hech kim qilmaydi. To'g'ri aytasan, lekin bu gapingga men ham qo'shilaman, Jinursin. Endi qara, biz hozir uni kim o'ldirganini topishimiz kerak. Bu ariq Joni edi. Joni deysanmi? Bo'lishi mumkin emas. Yo'ma-yo. Do'stlar, haqiqatan ham bu yoqda yaxshigina qotillik bo'lganga o'xshyapti. Tezroq o'zimizga borib, buni tekshirib bo'lmasak bo'lmaydi, Jinursin tak. Nima bo'lsa bo'ldi, qani yoniga boramiz. Okey. Tak, qani boraylik, nimadir bo'lar, balkim. Bunaqa g'alati ishlardan keyin to'g'risi Jinursin. Hali ham turibdi, yo'ma-yo. Tak, nima bo'lsa bo'ldi edi. Yo'ma-yo! Jinursin, nima bu? Jinmidi? Yo'ma-yo, rostdan ham jin uribdi bu yerni. Jinursin, nima qilamiz endi? Yo'ma-yo. Menimcha aniq jitil o'ladi. Jitil ham men ham o'ldirib ketsa kerak bu ahmoq. Tezroq jitil yoniga borishim kerak, tak. Bo'lmasa uydan narsalarimizni olib chiqib olaylik. Yo'ma-yo, bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim, to'g'risini aytsam do'stlar, tak. Jinursin, nima bo'ladi endi? Yo'ma-yo. Bu jinni
aniq bu qishloq la'natlangan, aniq la'natlangan, jin ursin tak. Bo'lmasa, tomim ketyapti do'stlar. Rostdan jinmidi yo ko'zimga ko'rindimi? Bo'lishi mumkin emas, lekin ko'zimga ko'ringan bo'lishi mumkin emas, chunki aniq men uni ko'rdim. Yo'q, mayli, boltani olaylik. Nima bo'lsa bo'ldi, o'zimni himoyalashim uchun. Lekin bu juda ham yomon do'stlar. Jin ursin, mayli, daraxt biz kelishimiz kerak hozir albatta. Jin ursin bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin yo'q, tak. Jin ursin. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Qanaqa jin bo'lishi mumkin, Yo'q, rostdan la'natlandimi qishlog'imiz jin? Assalomu alaykum, yaxshimisan? Tek bo'lmasa ish qilib mana gapimga kirsang, men seni tirik qoldiraman, короче. Nima deyotganingni bilyapsanmi? Sen to'mib ketganmisan? Kimsan o'zi вообще-то? Men jinman, bilib turibsan-ku, ko'rinishimdan. Yo'qol bu yoqdan jin ursin. Shu rostdan joningni o'ldirdingmi? Nima qilay, axir uni vaqti tugagan edi. Ko'rishguncha beyinisi bo'lmasa. Yo'q. Yo'qolib qoldi, jin ursin. Rostdan ham jin ekan, jin ursin. Meni gapimga kirsin, tirik qoldiraman deydi. Yo'q. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Lekin bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim, to'g'risini aytsam. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Qani uyga borib, hozir hamma joyimni yaxshilab suv ichib olishim kerak. Birinchi o'rinda juda ham gapim, hatto tilim ham aylanmayapti. Bu jin ursin, jinni ko'rgandan keyin ayniqsa yo'q, tak bularni bu yoqqa solib olamiz. Jin ursin, lekin bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Rostdan ham jin ekan. Yo'q, endi nima qilamiz bilmadim-ku, lekin aniq bu yerda bir gap bor do'stlar. Jin ursin. Yo'q, ertalab ham bo'lganga o'xshaydi, jin ursin, bo'lmasa biza. Yo'q, salom yigitcha, meni aytganlarimni qiladigan vaqting keldi. Qani ketimdan yur, kirkangni olib ol. Okey, ish qilib meni o'ldirmaysan, Yo'q, do'stingni ham o'ldirish niyatim yo'q. Shunchaki ketimdan yur. Okey. Qani bo'lmasa, ana bu uyga borishimiz kerak. Meni yo'q qilmoqchi bo'lgan iflosni uyiga. Nima, sen hali uni yo'q qilmading? Unchalik emas, uni ruhi ham tirik, ruhini yo'q qilish kerak. Okey, ichidagi kallarni buzib olib tashla. Yo'q, mayli. Jin ursin. Bo'ldi, endi ketimdan yur. Okey. Endi menga qara, hozir senga juda ham ajoyib narsani ko'rsataman. Qani men ortimdan yurganda. Okey. Jin ursin. Yo'q, birinchi marta jin bilan, Men jin bo'lsam ham ancha kuchli jinman. Qani ichkariga kir. Do'stimning yonigami? Xuddi shunday. Qani bo'la qol. Okey. Qani uni o'ldir. Okey. Yo'q, senga nima bo'ldi? Yo'q. Meni kechir. Men bunga majburman.